Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz o'zimizning YouTube kanalimizga buxgalteriya sohasini o'rganayotganlar uchun bir qator materiallar qilib joylashtirib kelmoqdamiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi video materiallarimizni ko'rib chiqamiz. Oldingi videolarimizda, demak, o'sha 2026-yil uchun yer, mol-mulk, suv solig'i hisobotlari va ma'lumotlarni topshirish bo'yicha materiallar bergan edik. Bugun sizlar bilan 2025-yil uchun topshirilishi lozim bo'lgan o'sha resurs solig'ini hisobotlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, oldingi materiallarimizda aytib o'tgandik, har yilni boshida, 2026-yilni boshida suv resurslari bo'yicha ma'lumotnoma, mulk solig'i bo'yicha ma'lumotnoma va yer solig'i hisob-kitobi bo'yicha hisobot taqdim etgan edik. Endi bular ma'lumotnoma edi, yil boshida jo'natiladigan ma'lumotnoma. Bu yerda e'tibor qilsangiz, suv solig'i bilan mulk solig'i ma'lumotnoma bo'lganligi uchun xuddi shunaqa ma'lumotnoma 2025-yilda boshida ham taqdim qilingan. Albatta, bu kabi resurs solig'i hisobotlarini mol mulkka yoki yerga ega bo'lgan korxonalar taqdim qilishi lozim. Bu ma'lumotnomalarni oldingi videolarda topshirilishini ko'rsatib bergan edik. Bugun mulk solig'i va suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq bo'yicha 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobot topshirishda ko'rsatib beramiz. Demak, avvalambor mol-mulkdan boshlaydigan bo'lsak, biza 2025-yilda boshida topshirgan mol-mulk solig'i hisobotimizni ma'lumotnomasini ochib qo'yamiz. Hisobot topshirish uchun bizga kerak bo'lishi mumkin. Va 2025-yil uchun elektron shakldagi o'tamiz. Mol-mulk solig'i hisoboti va mana shu bu joyda ko'rsak, 25-yilda mana 31-dekabrda tugagan hisob-kitobi bor. Mana shu hisobotni topshirib qo'yishimiz kerak. Mol-mulk solig'i hisobot 2025-yil uchun yillik hisobot. Demak, biza oldingi materialda berganimiz u 26-yil uchun ma'lumotnoma edi va biza 25-yil uchun ham xuddi shunaqa ma'lumotnoma berganmiz va yil yakuni bo'yicha xuddi shunaqa tartibda hisobot berishimiz lozim bo'ladi. Hisobotimiz deyarli hamma joyi avtomatik tarzda to'lgan bo'ladi. Demak, bizning korxonamizga tegishli mulklar kadastr ma'lumotlari asosida kelib o'tirgan bo'ladi. Mana minimal miqdordan korxonaga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk kvadratini minimal miqdorga ko'paytirib, uni 1,5% ga ko'paytirish orqali hisoblanmoqda va aynan qaysi obyektlar uchun ekanligini bilish uchun mana bu joydan yuklab olib, o'sha joyda agar korxonaga bir nechta obyektlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, har bir obyekt uchun korxonaga tegishli bo'lgan mulklarni mol-mulk solig'ini hisoblash tartibini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bizada demak bu korxonamizda bitta mol-mulkka ega bo'lib 263 kvadrat 263 kvadratni 3,300,000 so'mga ko'paytirib chiqqan natijani 1,5% ga ko'paytirsak, bizani 1 yillik mol-mulk solig'imiz chiqib keladi. Demak, hisobotni summasini tekshirsak, bizada aynan xuddi shu summaga teng ma'lumotlar turibdi. Mana 13,018,500. Mana bu joyda joriy soliq davri uchun to'lovlar bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan hisoblangan summasi turibdi. Bizada ma'lumotnoma bilan, yil boshida bergan ma'lumotnomamiz bilan hisobotimizni ma'lumoti bir xil. Chunki yil davomida hech qanaqa bizada o'zgarish amalga oshmagan. Va boshqa ilovalarni ham ko'rib qo'yishimiz mumkin. Boshqa ilovalarida
Bizada vaqtida ishga tushirilmagan, qurilish tugatilmagan obyektlar yo'q. Bilamiz, agar shunday obyektlar bo'lsa, ularga oshirilgan stavkada mol mulk solig'i to'lashligi belgilab qo'yilgan. Endi hisobotimiz tayyor. Hisobotimiz tayyor bo'lgandan keyin bu hisobotimizni jo'natish tugmasini bosamiz va parolni tersak, bu hisobotimiz jo'natilib ketadi. Bizada bu korxonamizga jo'natilgandan keyin mana bu joyga mol mulk solig'i hisob kitobi jo'natilgan bo'lib tushadi va o'z vaqtida jo'natilgan. Hisobotga kirsak, mana jo'natish sanasi belgilangan. Bu hisobotda jo'natish sanasi 2-mart 2026-yilgacha. Endi xuddi shunaqa suv solig'i bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunaqa ham biz yilni boshida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha yil boshida ma'lumotnoma jo'natganmiz va bu ma'lumotnoma asosida bizga soliq summalari hisoblab berilgan. Nimaga 25-yil uchun yana jo'natishimiz kerak? Chunki ma'lumotnoma u prognoz ko'rsatkichlari. Bu esa hisobotimiz esa o'sha aniq fakt ko'rsatkichlari. Shu uchun demak bizada mana hisobot shakli bor. E'tibor qiling, ma'lumotnomalarda emas, aynan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq hisob kitobi qishloq xo'jalik korxonalari uchun berilgan bu yerda. Va bu yerda suv resurslaridan foydalangan uchun soliq hisob kitobi yuridik shaxslar, shuningdek YTTlar uchun. Bizada demak tadbirkorlik subyektlariga qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar bo'lgani uchun mana bu shakllarni tanlaymiz. Tepadagi kerakli ustunlarni to'ldiramiz. Demak, bu yerdagi ma'lumotlar biza ma'lumotnomada prognoz ma'lumotlar bergan bo'lsak, endi bu yerda aniq fakt ma'lumotlarni beramiz. Fakt ma'lumotlarni o'sha suv soz tashkilotidan olingan suv hajmlaridan kelib chiqib yoki o'sha yer qa'ridan olinadigan suvlar bo'lsa, umumiy ishlatilgan suvimizni hajmlaridan kelib chiqib qo'yishimiz lozim bo'ladi. Agar sizda bir xil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ma'lumotnoma bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, o'shani ko'rsatkichlari qo'yiladi. Yer osti va yer ustiga ko'rsatkichlar qo'yiladi. E'tibor qiling, bu yerda iqtisodiyotning barcha subyektlariga qo'yilgan va bundan tashqari sanoat korxonalari uchun, elektr stansiyalari, kommunal xizmatlar, avtomoykalar uchun, alkogolsiz mahsulotlar ishlab chiqarilgan korxonalar uchun alohida stavkalar belgilab qo'yilgan. Siz qanaqa suvlardan ishlatsangiz, xuddi shunaqa suvlarni qo'yish lozim bo'ladi. Suvimizni hajmini qo'ysak, bizada bu yoqda umumiy soliq summamizni hisoblab beradi va mana bu joyda avtomat oldingi yillarda e'tibor bilgan bo'lsangiz, mana shu joyga ruchnoy qo'yilardi. Hozir avtomat bu ma'lumotnomamizdan kelib o'tirmoqda. Joriy to'langan, umumiy to'langan summalar kelib o'tirayotgan ekan. Bizada ma'lumotnoma ochsak, mana ma'lumotnomada ham xuddi o'sha summaga berilgan 89.150 va agar bizani ma'lumotlarimiz bilan ma'lumotnoma bilan fakt to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi. Agar sizda ko'proq faktik ma'lumotlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, unda sizga to'lovga chiqasiz. To'lovga mana buncha summa to'lash lozim deb chiqadi va bu summani to'lash kerak bo'ladi. Mana shu demak suv solig'imizni, suv resurslaridan foydalanganlik solig'i bo'yicha hisob-kitoblar. To'ldirganimizdan keyin jo'natish tugmasini bosamiz va jo'natib yuboramiz. Jo'natib yuborganimizdan keyin bu avtomatik tarzda qabul qilingan hisobotlar ro'yxatiga kiradi. Demak, bizada
hozir saqlab qo'yilgan ekan, mana shunaqa tartibda jo'natiladi. Suv resurslarini ham albatta hisob kitobini jo'natib qo'yishimiz lozim. Ma'lumotnomani jo'natish sanasi 20-yanvargacha edi. Suv resurslari va mol-mulk solig'i bo'yicha hisobotni 25-yil uchun hisobotni topshirish, demak 2-martgacha bo'lgan muddatda topshirishimiz kerak bo'ladi. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda fikr, taklif, mulohazalar bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi videolarimizda 2025-yil yakunlarini, yillik hisobotlarni topshirish, foyda solig'ini to'ldirish, forma 1 buxgalteriya balansi va forma 2 moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarni to'ldirishda ham ko'rsatib chiqishda reja qilganmiz. Bundan tashqari statistika hisobotlarini to'ldirish bo'yicha ham video materiallar qo'yib joylashtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.